Mana shu ma'lumotlarga asosan biz misollar ishlab chiqamiz. Masalan, ikkinchi misol. Shartida aytayaptiki, misollarni yeching, qo'shishni avval birliklar xonasidan boshlang. Mana bizda shartida aytayaptiki, 3 ta o'nlik, 5 ta birlik. 3 ta o'nlik va 5 ta birlikka 4 ta o'nlik va 3 ta birlik qo'shilyapti. Biz buni birinchi navbatda birliklarini qo'shishimiz kerak. Ya'ni mana bu 5 ta birlikka 3 ta birlikni qo'shishim kerak bo'ladi. Necha hosil bo'ladi? 5 ta birlikka 3 ta birlikni qo'shsak 8 ta birlik hosil bo'ladi. Demak, mana bu bo'sh katakka 8 yozamiz. Chunki bu birlikni ifodalab turibdi. Endi o'nliklarni qo'shamiz. 3 ta o'nlikka qo'shishim kerak 4 ta o'nlikni. 3 ta o'nlikka 4 ta o'nlikni qo'shsam necha hosil bo'ladi? 7 ta o'nlik. Demak, mana bu bo'sh katagimizga 7 yozamiz. Demak, javobimiz 7 ta o'nlik va 8 ta birlik. Endi bu misolni son ko'rinishiga o'tib olib ishlasak. Mana bu 3 ta o'nlik, 5 ta birlik nima degani? O'zi son ko'rinishda yozsam 3 ta o'nlik, 5 ta birlik bu mana yozishimiz mumkin. O'nlik va birlik. Demak, qizil katagimizga o'nlik yozishimiz kerak. 3 ta o'nlik bo'lgani uchun 3 ni yozaman. Ko'k dumolog'imizda esa birlik deb yozilgan. Demak, buni ichiga nechta birlik borligini yozaman. Nechta birlik bor? 5 ta birlik bor. Keyingi sonimizda 4 ta o'nlik bor. Demak, mana bu qizil aylanamizning ichiga 4 yozamiz va birlik degani uchun 3 ni yozamiz bunisiga. Tushundingiz-a? Endi bularni qo'shishimiz kerak. Qo'shish qoidasiga ko'ra birinchi birliklarni qo'shamiz, keyin esa o'nliklarni qo'shamiz. Demak, 5 ta birlikka qo'shishim kerak 3 ta birlikni. 5 ta birlikka 3 ta birlikni qo'shsak, natijada 8 ta birlik hosil bo'ladi. Mana birlikka 8 yozamiz. Endi o'nliklarni qo'shishga navbat. O'nliklarni qo'shganda mana 3 ta o'nlikka qo'shishim kerak 4 ta o'nlikni. 3 ta o'nlikka 4 ta o'nlikni qo'shadigan bo'lsak, nechta o'nlik hosil bo'ladi? 7 ta o'nlik hosil bo'ladi. Demak, bizda natija nechiga teng bo'ldi? 78 ga teng bo'ldi. Demak, javobimiz 78 ga teng ekan. Qolgan misollarni ham xuddi mana shu tartibda ishlab chiqsangiz bo'ladi. Xo'sh, bizda keyingi misol, uchinchisi. Shartida aytayaptiki, misollarni yeching, ayirishni avval birliklar xonasidan boshlang. Demak, ayirish qoidasida ham xuddi shunaqa. Birinchi birliklarni ayiramiz, so'ng esa o'nliklarni ayiramiz. Bizda berilgan misol 7 ta o'nlik, 8 ta birlik ayrilgan, 3 ta o'nlik, 6 ta birlik. Men birinchi navbatda birliklarni ayirishim kerak. 8 ta birlikdan 6 ta birlikni ayiradigan bo'lsak, mana bu birlik nechta chiqadi? 2 ta chiqadi. Shuning uchun mana bu bo'sh katakka 2 yozamiz. Endi 7 ta o'nlikdan ayirsam 3 ta o'nlikni nechta o'nlik hosil bo'ladi? 4 ta o'nlik hosil bo'ladi. Demak, javobimiz 4 ta o'nlik, 2 ta birlik bo'ladi. Endi buni son ko'rinishda yozib olsak nima hosil bo'lar ekan? Mana qizil dumaloqda yozilgan o'nlik deb. Demak, buning ichiga nechta o'nlik borligini yozishimiz kerak. Bizda misolimiz shartida 7 ta o'nlik degan edi. Shuning uchun bunga 7 yozamiz va mana bu birlikka esa 8 yozamiz. Yuqorida berilgan misol ayrilgan. Demak, keyingi misolimiz 3 ta o'nlik, 6 ta birlik. Shuning uchun qizil aylana ichiga 3 yozaman, keyingi aylanaga esa 6 yozaman. Endi o'sha qoidamizga binoan birinchi birliklarni ayiramiz. Ya'ni 8 ta birlikdan ayirishim kerak 6 ta birlikni. Demak, 8 dan 6 ni ayirsak, birligimiz 2 ga teng bo'ladi. Endi o'nliklarni ayiramiz. 7 ta o'nlikdan ayiraman 3 ta o'nlikni.
nechta o'nlik bo'ladi? 4 ta o'nlik bo'ladi. Demak, javobimiz 4 ta o'nlik, 2 ta birlik, ya'ni 42 ga teng bo'lib qoldi. Demak, bugungi mavzumiz mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.